Assalomu alaykum hurmatli obunachilar, aziz kuzatuvchilar. Mana yana bir xonadonga o'rnatgan kuxni mebelimiz. Bu kuxni mebelni Toshkent viloyati Yangiyo'l shahriga olib kelib o'rnatdik. Bu kuxni mebelimiz 3,5 metrga 3,5 metr joyga o'rnadi. Bu yerda 90 lik xolodilnik, undan keyin bu duxovka, mikronovkani shkafini qildik. Bu yerda рабочий zona, undan keyin ugldan keyin gaz plita, bu yerda rakovina, kirog'ishda rakovina bo'lgan. Tochkalar shu yerdaligi uchun. Hozir bir chekkadan tanishtirib o'tamiz, narxlarini oxirida aytib o'tamiz. Bu yoqqa uglogini ham qilib berganmiz mana. Buni ham video oxirida ko'rsatib o'taman. Bir chekkadan ketadigan bo'lsak, bu yerga alyumin profillardan foydalanganmiz. Eng chekkasiga bu ham qo'shimcha vid beradi. Ichiga pasvetkalar qo'yib ketganmiz. Endi bular ustunovkasi endi bo'ladi. Davodchilik bo'lgan, hamma narsasi o'zi tortadi. Rakovinalar toza rakovina qo'yilgan. Mijozimiz o'z tomonidan o'zi tanlab olib bergan. Biz mebelga o'rnatib berganmiz bu narsasini. Mana ichki tomonlari osha-moshalar hammasiga toza osha-mosh qo'yilgan. Tepasiga sushilka joylashgan. Bu yerga tepaga ochadigan mexanizm qo'yganmiz mana. Ichida mana sushilkamiz joylashishi, buni mana yopilishi. Endi gaz plita bilan rakovina ikkalasini bir tomonga joylab bering dedi. O'rtada ozgina рабочий zona qoldi, sal kichikroq qoldi, lekin bu yerda рабочий zonamiz keng qolgan mana. Bu yerda pastga посудомойкасini joylab berganmiz mana. Закрытный посудомойка. Keyin gaz plita 90 lik. Gaz plitalar ham bo'sh firma. Buni eng ko'pchilik o'zi yaxshi biladi. Buni qilganmiz. Bu yerga tortma joylashtirganmiz. Tortmalari hammasi tandem qildik. Rollari mana yondan ko'rinmaydi. Bemalol 30 kilo, 40 kilo narsa solinsa, hech narsa bo'lmaydi. Endi tepaga zakretniy vichka qo'yiladigan bo'lgan, biz joyini tashlab ketganmiz. Pastdan tushadi, vichka endi olinadi. Vichkasi endi ustunovka bo'ladi. Uglovoyda bu yer bekor qolmasligi uchun tortma qilmaganmiz, eshik qilganmiz, bemalol ichkariga narsa qo'yish uchun. Bular hammasi tandem rolik bo'lgan. Mana. Gazlik yoniga bu yerda ham profil, alyumin profilli oyna qilganmiz. Bu chekkada ham qilganmiz bu narsani. Buni ichida endi подсветкасы bor, hammasida yonganda bular ham qo'shimcha vid beradi. Keyin stolishnisalar turli rossiyskiy stolishnica ishlatilgan. Xizmati zo'r bu stolishnicani. Mikronovka endi olinadi. Duxovkasini joylab qo'ydik, tayyor qilib. Bular ham tandem rolik bo'lgan mana. Eshitib ko'rib o'zingizlar baho berasizlar. Hammaga shunaqa kuxni mebellar nasib qilsin. Endi narxlarga keladigan bo'lsak, buni bir pogona metrini 4 million so'mdan hisoblab tayyorlab berganmiz. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga aloqaga chiqarasizlar. 6 metr joyga hisoblangan bu mebelimiz. Endi bu yoqda uglogimiz mana ko'rishingiz mumkin. Uglogning materiallari turistik material bo'lgan. Xombi ustilari rossiyskiy laminatda, chekkalarini mana o'rtalarini gold qilib alohida chiqarib berilgan bu narsa ham. Oyoq kirganda qiyin bo'lmasligi uchun ikkita oyog'i tumba qilib tayyorlangan. Boshqalari pufigi. Nevishniy bo'lib joylashgan bu ham. Bu yerda qo'qonlik mana. Bemalol ovqat pishirib, ichkariga kirib, bemalol tanovvul qilinadi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xudo xolasa, hammani ko'ngildagidek qilib, talabdan kelib chiqib mebellar tayyorlab beramiz. Videoda xato kamchilik bo'lsa, so'raymiz.